Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Manchester City yozgi transfer paytida transfer rekordini o'rnatishni rejalashtirmoqda. Buni Team Talk nashri ma'lum qildi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, shaharliklar transfer oynasi vaqtida Newcastle himoyachisi Tino Livramentoni o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan. City futbolchi uchun 80 million yevrodan voz kechishga tayyor. Agar ushbu transfer amalga oshadigan bo'lsa, Tino jahon futboli tarixidagi eng qimmat qanot himoyachisiga aylanadi. Ma'lum bo'lishicha, qarg'alar Livramentoni jamoada saqlab qolish niyatida, biroq futbolchi shartnomani uzaytirishdan bosh tortmoqda. U faoliyatidagi o'sishga erishish uchun jamoadan ketish niyatida. 23 yoshli futbolchining ayni vaqtda Transfer Market portalidagi narxi 40 million yevroni tashkil etadi. Uning klub bilan shartnomasi 2028-yilning yozigacha mo'ljallangan. Ma'lumot uchun, angliyalik himoyachi joriy mavsum ingliz klubi safida 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, bitta golli uzatmani o'z nomiga yozdirib qo'yishga erishdi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.